Yaşını mok etmez 70 yaşını demez. Şimdi bana olardı, halikler kesin, diyorlar kesin. Bizde kesin, hakiler yakarak, biliyorsunuz. Numurunu atını yakarak. Onu yolda. Oraya attığımız üzere halikler.
Bu senlardan burun anaqalar şey bo'lgan. Xabarlar. Hadi. Hozirga navbat diplom olaman. Ơi sẽ lại khỏi ơi sẽ lại khỏi chứ Nó sao như đâu? đấy thấy nó thấy là gì đó đấy là cái làm những cái Hay không? Alhamdulillah asamat Asamat. Oldu mu? Kalkma etmem. Sana samayın asamat. Ekol metal mi? hayır asamat mı? Ha. Ya suda.
Bittasini olinglarmi aqa suvni? Ochiq bilan. Ochiq emas. Qayga olaringlar bittasini? Ahmetcan, her o çok öyle olur. Oldu. Bağlan nereler? Tatlı getiremem ben. Orada tatlı bunu. Orada tatlı. Hadi, imanlar. İşte bunu. Dörtüncü. Ne ikinci baba? İkinci baba. Kaçta bekar? Adamların kaçırları dedi. Ne falan? Olanca? Yalan var mı sen? Yalan var. Boşarıyla kanalların bulman kolay. Sınıf başarısı var bunlar. Yana başlarım sakaya tarafında. Çok doğrudur. Elde biz yoxlar tanıyımızda. Tanıyımızda. Bana bir tabii ki tanımasın ki. Biz sınıfdoş devasının yutardı. Hamkas. Aslında hazırda tanıştırıp koyarım yaşlı. Tanıştırıp koyarım. Topun kurduğuna bak lazım mı? Ulan atayım. La ben Avrupa'ya çelik yapar. Amin ya. Şuna kursatlı kimler doğan bir şey var. Allah. Kesra. Havada üstümde kursan bulduk. Rahmat. Bence dadayızı hurmatına çünkü adam dedim ki bu katası olur. Albatta. Dadayız ben biz bana Kocaok'ta okuduk. Bana hamkas bulup birge işledik. Buyan birge, bizden birge. Keyin kasalga sonra doktorga ko'rgan bo'lsam, davlanasi kuchayib ketgan ekan. Nihoyat mana shu o'zini bilmaydi-da. Endi oldida kim bordi, kimni esimda yo'q. Taxminan ular ko'rinishi 15 million bo'ldimi-da. Ana endi shu 26 bo'ldi. Ha, olam o'tmaydi. Yo'qdan biri kelgan. Bu mehmonlar ketdi ekan. Bo'pti, bemalol. Endi
vaqt o'tar ekan, bir-birimizni ko'rish ham g'animat hozir. Men endi o'g'illigimni mana ekan, men tanimas ekanman. Nima yo'q. Ya bo'ldinglar. Ani मैं कहीं तुम बात चले बात Nasıl aka? Ko'ryapman. Bilasizlar? Yaxshimisizlar? Rahmat.
Assalamualaikum. Go to Ganagan district.
ألم نشرح لك صدرك ورفعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نهنا لله سائر الله موسى كريم الله حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم şahriyar izam sahabe-i kiram hususen hammamiz o'tgan ota-onalarimiz, katadagi tanalarimiz, pir ustozlarimiz, jali umdivor jigar bag'ir o'tgan ketgan
bu diyorda o'tgan hamma mo'min-mo'minotlarning ruhlariga ham bu qilgan tilovat Qur'on savobini adoya qildik. Alloh taolo hammalarini yotgan joylarini jannatning makonlaridan Allohu akbar. Kesler. Nishonlash evaziga musharraf bo'lib turguvchi kishilarimizdan biri bo'lgan Alpot aka Azizov xotirasiga bag'ishlangan kechamizga tashrif buyurgan hurmatli aziz insonlar, hoji otalar hamda akalar. Avvalo mana shu xonadon tasarruf ixtiyoriga tashrif buyurilib, shu yerga tashrif qadam ranjida qilganliklaringiz uchun va mana shu kishining hurmati qolaversa, mana shu mahallaning hurmati yuzasidan uzoq yaqindan kelgan mehmonlar avvalo qadamlaringizga rozi bo'libsiz. Mana shu shaxsga bag'ishlab, xotirlab va o'sha insonning qadrlab o'tkaziladigan ushbu kechamizni ochiq deb ijozat berishlaringizni iltimos qilamiz. Inson bor hayotda, tug'ilmog'i bor. İnson bor hayotda o'tmog'i borkim, har bir inson yashaydi. Qanday va qanchon o'tgandan so'ng ma'lum bo'lguchi bori. İnsanlar aytadi, men undoq, men bundoq, lekin o'ylamang har kim bo'lar, u qandoq. Azizlar o'tadi, har kim dunyoda ustun bo'lolmas. Hech kim. İnson bor bu dunyo, o'tguchi faqat o'zidan qanday nom qoladi bilmam. İnsanlar o'tgandan so'ng yaxshi gap bor. Alloh rahmatiga olgani rost bo'lsin agar. Shu dunyo so'zlarini tinglab har biri o'ziga nelikni qilmog'i mumkin. İnson o'tar ekan, ortidan qolib duoga qo'l ochgan o'g'li qizi borkim. Mana shu kunlarni yetkazgan egam har bir kishiga ham nasib aylasin. Har bir insonning ortidan qolib duoga qo'l ochgan farzandi nabirasin, o'zi rahmat aylasin. Rahmat. Hozirgi kunda istifoda bo'lishda, ya'ni aytaylik, faxriylar qatorida ustozlikni yakunlab zahmatkash insonlar qatorida faoliyat olib borayotgan Anvarjon akamiz Akbarovga so'z navbatini beramiz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz hamqishloqlar, aziz mehmonlar. Barchalaringizni yana bir bor mana bu xotira kunlari bilan, bayram kunlaridan tabriklashdan bir qatorda bugun mana shunday aziz, biz mana bunday hammamizga aziz bo'lgan mana Qum qishlog'imizda hammamiz to'planib o'tirib turganmiz. Mana hoji akalarimiz, mehmonlar, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz mana shu o'tirishning asosiy guvohi bo'lgan Alpot aka Azizov to'g'risida men qisqacha gapirmoqchiman. Alpot akam Azizov 1937-yil 4-yilda mana shu Qum qishlog'ida tavallud topdi. Uning yoshlik, o'smirlik davrlari mana shu qishlog'imizda o'tdi. 1947-yilda mana shu Hamza Hakimzoda Niyoziy nomidagi 15-o'rta maktabni 1-sinfga kirib o'qidi. Maktabni 7-sinf tugatgandan keyin mana bu 26-o'rta maktabda o'rta maktabni tugatib, undan keyin esa uning hayoti qishloq xo'jaligi bilan chambarchas bog'lanib, mana bu uzoq yillar qishloq xo'jaligini rivojlantirishda juda ham o'zining katta hissalarini qo'shdi. Chunki albatta Azizov haqiqiy mehnatzator Azizota Qosimovning farzandi edi. U yerni e'zozladi. Chin yurakdan u yerni, xalqini sevgan inson edi. Biz albatta Aziz to'g'risida
to'xtamasdan bir necha sohalar gapirsak ham oz. U ayniqsa qishloq xo'jaligini rivojlantirishda 70-yillarda yuqori hosil ko'tarib, u hosildorlikni 24 sentnerdan 37 sentnerga olib chiqdi. Shu yili sobiq rayon partiya komiteti Adipatda Azizovda 1970-yil Moskvich 412 yengil avtomobil mashinasi bilan mukofotlandi va respublikamizda orden va medallar bilan taqdirlandi. 1976-yilda O'zbekistonda o'tkazilgan qurultoylarda qatnashdi. Birinchi marta rayon qishloq sovetlariga deputat bo'lib saylandi. Albatta Azizov haqiqatda ham xalqini sevgan chegaradan, haqiqiy vatanparvar, haqiqiy jihon edi u. Mana albatta Azizov mana xotirasini nishonlash uchun mana shunga to'plangan ekanmiz. Bu inson to'g'risida biz har qancha gapirsak oz. Albatta Azizov uzoq umr ko'rmagan bo'lsa ham, u 1981-yilda 44 yoshda vafot etgan edi. Lekin insonlar borki, o'liklikda tirikdir. Insonlar borki, mana bunday ozgina qisqa umrda ham katta iz qoldirib ketadi. Mana albatta akam Azizovni farzandlari Asatlar Azizov, qizlari Mohidulxon Azizova, otasimiz Samolov hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan barcha dehqonlarga, fermerlarga, prezidentimizga ming marta rahmat. Dehqonlarimizga, fermerlarimizga yer berdi. Mana yerni yana o'g'li farzandi Asatlar esosab, bu yil mana 2007-yilda kemiya xo'jaligini boshlig'i bo'lib hozir ishlab kelyapti. Hurmatli aziz mehmonlar, barchangizning nomingizdan mana bunday o'tirishni tashviq qilgan uchun albatta Azizovni, ayniqsa Asatlarga juda ham katta sizlar nomingizdan minnatdorchilik bildiraman. Har yili mana shu prezidentimiz tomonidan e'lon qilingan 9-may xotira va qadrlash kunlarini har yil shu qishlog'imizda o'tkazsak afzal deb yasardim aytaman. Mana kechagindagina men oldimga 3-4 odamlar kelishib, yanalga manbaraka shunday xotira kunlarini o'tkazsak, chunki bu inson abadiy emas ekan o'rtoqlar. Hamma narsa o'tkinchi ekan. Bizni qiladigan ishimiz bizdan keyingi avlodlarga bir yaxshiliklarni qoldirib qo'yishimiz kerak ekan. Ana shuning uchun mana shunday aziz joyga to'planib o'tirgan ekanmiz. Hammalaringga juda ham katta rahmat. Bizni qishlog'imizni, mahallamizning oqsoqollarini, albatta Azizovning farzandlarini, aka-ukalarini huzurga hurmat qilib kelganlaring uchun yana bir bor rahmat. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta Azizov bir umr bütün o'rtoqlarini, farzandlarini, aka-ukalarini hammamizni qalbimizda abadiy yashaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, aziz mehmonlar. Gün so'nadi, sham o'chadi, inson hayotdan ko'z yumadi. Lek oxirat borkim, inson oxiratga o'zining qilgan ishlari yo'q, qoldirgan meros nabiralari, o'g'il qizlari ila birga boradi. Bu dunyo o'tkinchidir, o'tganlarin ko'rganlar ko'p. Bu dunyodan ketganlarning qaytganlarini ko'rganlar yo'q. İnson borkim hamisha o'tadirgan karvondir. Ketgan karvon yo'lidan qaytmaydigan insondir. Azizlar, mana shu bugungi xotira va qadrlash kunida Segizaqum qishlog'ining Qum qishlog'ida, qolaversa Tuman qishlog'ida va akaylik o'sha To'rttecha qishloqlarimizda faoliyat ko'rsatib, juda katta obro', hurmat, e'tiborga qozongan aziz insonlarimiz borki, ularni bir qator xotirlab o'tish joiz deb hisoblaymiz. Ana shu kishilarimizdan ayrimlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishga ijozat berasizlar. Hoshimali Aysaboyev mana shu kolxozimizning birinchi raislaridan hisoblanadi. Akbar Jakbor Qo'zi Hoji okalar ham ortlardan raislik qilganlar. Assalomu alaykum. Qishloq raislari hisobida Namqor tog'alar faoliyat ko'rsatgan. Qishlog'imizga birinchi traktor kelganida
mana shu bugun xotirasini o'tkazayotgan Albatta akamizning otalari Qosimov Aziz To'g'a hamda Qo'ziboy ota Qoraboyevlar mahallamizda birinchi bo'lib traktorchilik faoliyatini boshlab bergan shaxslar hisoblanadi. Sobiq raislardan raisi bo'lib o'tgan mahallamizning 7 kishilardan Abdurasul ota Turg'unov hamda Ulug' Vatan urushi davrlarida faxriylar qatorida janglarda mana shu bugungi osoyishtaligimiz uchun, tinchligimiz uchun jon chekib, fido qilgan aziz insonlarimizni bir qator xotirlab o'tish joiz hisoblaymiz. Mamajon ota Mirziy, Ranjon Mamajonov, Sharof ota, Xudoyor Mervay ota, Qosimboy ota Zokirov, To'ravoy aka Jo'rayev, Muxtorjon Jo'rayev kabi kishilarimiz mana shu Ulug' Vatan urushi davrlarida xalqimizning tinchligi, osoyishtaligi uchun, ona zamin uchun jonini fido qilib, qahramonona jang qilib, ona yurtimizga qaytganlar hisoblanadi. Lekin ming afsuski, qatorda xatolik bo'lgani kabi juda ko'p mana shu ona yurtimizdan, ona qishlog'imizdan Ulug' Vatan urushiga ketib, nomsiz, nishonsiz ona diyoriga qaytmagan kishilarimiz mana shu qishlog'imizda juda ko'plar topiladi. Hurmatli azizlar, bizning qishlog'imizning juda ko'p fidoyi insonlari bor ekan, mana shu insonlar mana shu qishloqning farzandlariga ta'lim tarbiya berish jarayonida o'zlarini jonbozlik ko'rsatib, kuch-qudratlarini sarflagan kishilarimiz bor. Ana shu kishilarimizni ham bir qator yodga olib o'tmoq deb hisoblaymiz. Ana shunday kishilarimizdan biz ushbu kun faxr bilan tilga olishimiz mumkin bo'lgan kishilarimiz Olimjon Qosimov, Ulug' Vatan urushi qatnashchisi. Qolaversa, yosh avlodga ta'lim tarbiya berish jarayonida juda katta jonbozlik ko'rsatib, faoliyat ko'rsatgan otaxonlarimiz bilan hisoblanadi. Muqaddam aka Jo'rayev, Abdurahmon aka Tojiboyev, Boris Artemich Ivanov kabi juda eng aytaylik hurmat, e'tibor bilan tilga oladigan insonlarimiz. Ular bilan birgalikda Qosimov Alijon domlamiz Alloh rahmatiga olsin bularni har bittasini. Va mana shu insonlarimiz qatorida juda ko'plab mehnat faxriylari bor ekan, ya'ni qishloq xo'jaligida, qolaversa aytaylik jamoatchilik sohasida juda ko'plab e'tiboriga loyiq bo'lgan kishilarimiz bor ekan, bularni ham hurmat bilan bugun xotira va qadrlash kechasida xotirlab o'tishni joiz deb bilamiz. Bulardan ilgari namazini to'g'ri, qolaversa Karimboy aka Mirziyev, Qo'ziboy aka Mirzoyevlarni, Qodirov Abdurahmon akalar bilan juda katta hurmat, ehtirom bilan esga olib, ularning ruhlarini shod bo'lishlikni Allohdan tilagan holda mana shu xotira va qadrlash kuni munosabati bilan bir karra esga olishni o'rinli deb inobatga oldik. Hurmatli azizlar, mana shu kishilar qatorida hozirgi kunda o'zining haqiqiy insoniylik burchini Afg'oniston tuproqlarida qahramonona bajarib kelgan bir qancha afg'oncha yigitlarimiz borki, ularni ham jasoratini, mahoratini onalar uchun, tinchlik osoyishtalik uchun jonini fido qilib, qahramonona jang qilganliklar bilan afg'oncha yigitlarimizni ham bir karra eslab o'tish joiz deb hisoblayman. Tohirjon Mo'jinov, Dilmurodjon Mirziyev, Akramjon Abdullayev, Orifjon Xonmurodov, Ravshanbek G'aniyev, Sodiqjon Toshmatov kabi o'g'lonlarimiz mana shu muqaddas burchlarini a'lo darajada afg'on tuproqlarida o'tkazdilar. Bu insonlarimizning nomlari kishilarimizning qalbida hamisha har doim yosh avlod bo'lsin, katta bo'lsin, ularning nomi doimo xotiramizda, qalbimizda bir umr saqlanib qolacak. Kechamizga
tuman imom xatibi izohlab hoziramiz tashrif berganlar, ijozatlaringiz bilan mana shu insonga so'z navbatini berishga loyiq topdik. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem cemaat, ana bugünkü gün bütün ülkemizde şu günlere kadar bu fani dünyada ötken şu müstakillik neşidesiga yete almasdan arzu umidleri bilen yürek bağırları kan bulup yurtumuzu zulmetten kutulup istiklal bayrağı asla yaşaşligini arzu kılan atalarımız, babalarımız, mamalarımız yurtumuzu türlü düşmanlardan asrash uchun jonlarini fido qilgan, mehnat va boshqa jabhalarda xizmat qilib xalqini hayotini farovonligi yo'lida zahmat chekib o'tgan ajdodlarimizni eslab, qadrlab, ularning ruhlarini shod qilish uchun, ular yotgan joylarini obod qilish uchun yurtboshimizdan boshlab quyi tabaqalarga qadar barcha insonlar harakat qilayotgan bugungi kunda qanday kun ekanligini farzandlarimizga, yoshlarimizga anglatish ma'nosida xizmat qilayotgan ekan. Alloh taolo o'zi ajri savoblarni ziyoda qilsin. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom aytganlarki: "Durul qubur fa innaha tuzakkirukum al-akhirah." Qabrlarni ziyorat qilinglar, chunki sizlarga u oxiratni eslatadi. Har birimiz bir viloyat hokimining tashabbuslari bilan qabristonlarda obodonchilik yo'lida katta xizmatlar qilindi. Ko'chalarni tekizlash, atrof devorlarini o'rash, hayvonlar kelib payhon qilishlikdan saqlash, borganda issiqda, sovuqda, yomg'ir har bir havoda bo'lsa ziyoratchilarga bir imkoniyat qilish uchun harakatlar hamma qabristonlarda amalga oshirildi. Bu ham yurtimizni farzandlarini, ajdodlarini ruhiga bo'lgan hurmatlar natijasida. Bugungi kunda ham sizlarga hamdard bo'lib, bu o'tkazayotgan tadbirlaringizga hamnafas bo'lib, sizlar mana she'rlarimiz, tumanimiz oqsoqollarining raisi, mana mahalla jamg'armasini boshlig'i bo'lgan Alimtor akamiz, ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha rahbar bo'lgan Ravshanbek akamiz, yoshlarimizga xizmatlariga mas'ul bo'lgan Ma'rufjon akamiz, hamda ijtimoiy ta'minot bo'yicha rahbar bo'lgan Bahodirjon akamiz, hamda o'zlaringizni mahallaning faollari, katta kichiklari jam bo'lar ekan. Tumanimiz hokimining hamdlariga yo'llagan salomlari, duolari bor. Alloh taolo bu ishlarimizni xayrli qilsin, oqibatini bardavom qilib, o'tganlarimiz ruhini bizlardan rozi qilib, ularni hayotlaridan ibrat olishlikni barchamizga nasib qilsin. Chunki xotima hamisha ikki xil bo'ladi. Agar inson bu dunyoda yashab qanchadir muddat umr kechirib, o'lgandan keyin oddiy hissiz tuproqqa aylanib ketaversa, hayotdan nima mohiyat, nima mazmun bo'ladi? Mana biz e'tiqodimizda bilamizki, o'lgandan keyin qayta tirilish bor. Yaxshilik va yomonlikka mukofot, jazo bor. Qiyomat kuni haq, jannat va jahannam haq, qul sirat haq, ana endi u yerda hisob kitob bor. Shunga odamlar o'zini tayyorlab borishlari kerak. Demak, qishlog'imizda o'tgan, men yuqoridan nomlari zikr qilingan, hurmat va ibrat bilan zikr qilinayotganlarni ko'rib, o'zimizni ularni izidan borishga tayyorlashimiz. Qandaydir yomon bo'lib, benomishon ketgan, balki o'zidan bir iz qoldirmasdan hech kimga bir manfaati yetmay o'tganlar ham bor. Ularni ko'rganda xushyorroq bo'lib, men ham shunday bo'lib qolayim degan niyatda jamiyatga, diniga, vataniga, millatiga bir foydasi tegadigan holatda yashamoqlikni barchamiz yoshlarimiz ongiga singdirmoqligimiz kerak. Yoshlarda vatanparvarlik hissini shakllanishi uchun ham bu katta maktab. Boshqa dinlarda, boshqa millatlarda
qayerda hayoti yaxshiroq o'tsa, maishatli kayfiyati bo'lsa, pul topsa, niyat qadrlansa shu yerda yuraveradi. Otam bor edi, onam bor edi, uni holidan xabar oling. Bir piyola choyga yo bir issiq nonga zordir. Borib kasal bo'lsa boshini sevib yonda turay degan fikr eng rivojlangan davlatlarda ham bu holatni uchratmadik. Nega oqibat, muruvvat, kattalarga hurmat, ehtirom, kishilarga rahm shafqat musulmonlarda bor. İnşallah buni hozir Alloh taoloning muqaddas kalamidan tilovat qilib, jamiki shu kungacha o'tganlarning ruhlariga bag'ishlab, munosabatda davom qilinglar. Alloh taolo bu jamoatga yollanadi. Barchamizga ajr mukofotlarimiz o'zi ziyoda qilsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إله Parvardigori o'g'lingan muqaddas kalomning tilovatidan ham fi sabilillah qilayotgan xayr ihson sadaqotlari savob ajrlaridan shu jamoatga yig'ilganlar va shu ihsonlarni tashriq qilganlar nomidan avvalo payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga, ashabi kiromlar, aziz avliyolar, pir ustozlarimiz, ota-onalarimiz ruhoniyatlariga, hozirgi damlarga qadar shu zaminlarda yashab o'tgan barcha mo'min musulmonlar ruhoniyatlariga bag'ishladik. Parvardigor o'zi ularga rahmat qilib, oxiratlarini obod qilib, joylarini jannatda qilib, qolganlariga saqlab. Hayotdagi mashaqqat mushkulotlarimiz oson qilib, ishlarimizga rivoj, barakot, xayriyat ato qilib. Dehqonchilik, ziroat, tijorat ishlariga o'zing madadkor bo'lgin. Allohumma salli va sallim va barik alayhi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Barakalloh. Sallallahu bardavom qilsin. Hurmatli Izzatullo Qora hoji ota, mana shu bugun ko'pchilik nomidan sizga Allohdan uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Yana bir necha yillar umringizga umr qo'shgan holda Parvardigori olam mana shunday imom xatiblikni o'zingizga bardavom bo'lishligini tilab qolamiz. Kelganingiz va qutlug' so'zlaringiz uchun tashakkur. Azizlar, dunyoda har bir narsa bor ekan, eng ulug', eng aziz insonlarning ham teng tushi, do'st diyori, oshna og'aynisi bo'ladi. Do'st bilan obod uying, gar bo'lsa ul vayrona ham, do'st qadam qo'ymas ersa, vayronadir kashona ham. Mana shunday aziz insonni bugun xotirlab turgan ekanmiz. Albatta aziz bilan birgalikda o'qib, tahsil olib, u bilan yoshlik kezlarini birga o'tkazgan hurmatli insonlarimizdan Dadajonov O'rinbek akamizni davraga taklif qilamiz. Marhamat. Avvalambor mana shu Avzufatda birodarimizni yo'qlab kelganlari uchun hammalaringiz qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Avzufatda go'yo
bir yulduz so'lganda safimizdan vaqtliroq ketdi. Birga o'qiganmiz, sinfdosh edik. U vaqtda maktab kam, Segazaqumdan, Sho'rqishloqdan, buyog'i Do'rmandan, buyog'i Lenin kolxozi dedi O'rtasharxondan yig'ilib 32 ta bola 10-sinfda bitirganmiz. 26-Zamona nomidagi maktabda. Juda do'st, birodar, umrini oxirigacha o'nda bitirgandan keyin hammamiz har kasbni egalladik. Kimdir Toshkentda, kimdir boshqa yerlarda. Mana biz dehqonchilik bilan shug'ullandik, albatta bilan uzoq yillar paxta brigadirchilik qildik, biz ham shunday qildik. 44 yoshda olamdan o'tdi. Go'yo 32 ta bola 10-sinfda bitirgan bo'lsa, bitta tishimiz uzilganday bo'ldi. Chunki odamzodning 32 ta tishi odamda ko'p boshlaydi. Bitta tishingiz kam bo'lsa, ovozingiz ham boshqa chiqar ekan. Sapingizdan bitta odam ketishi, yuragingizni bir parchasi o'lganday bo'lar ekan. Ana bu yigit hayotini qishloq xo'jaligiga bag'ishladi. Endi taqdir shu ekan. Mana o'g'illari bizni yo'qlabdi, ming marta rahmat, kechqurun eshitib, kechasi bilan xursand bo'ldik. Tojik qishloqda sobiq Frunza kolxozida 5 ta qoldik. 12 ta edik. 5 ta qoldik. Mana 5-o'miz ham bir-birimizni ushab yetaklab keldikki, Abdupatoni o'g'li shunaqa anjuman qildi. Bu tabarruk joy, Segazaqum tarixiy joy bu. Bu yerda anjuman o'tishi o'zi bir ajoyib faz boshlaydi. Bunday odamlarni yig'ilishi ham bu hazratom gap emas. Bas shunday ekan, buni ruhini bugun shod qilib, yaxshi tilovatlar bo'ldi, yaxshi gaplar bo'ldi. Ilohim joy jannatdan bo'lsin. O'g'lining ishi rivoj topib, yana yil shunaqa kunlarda yana sog' salomat bizni chaqirsa, kim otasini yo'qlaydigan bo'lsa, otasini do'stlarini yo'qlasin debdi. Demak, bizni yo'qlatdimi? Demak, dadasidan suhbat qilganday turibdi hozir. Onalari bo'lsa, onalarining umri uzaysin. Taqdir shu ekan, bizlar netaylik, duo aylab ruhini biz shod etaylik. Abadiyat uyqusi olsinlar, orom, asrlar qolajak, undan yaxshiroq salomat bo'linglar. Bozorlardan savdo qildim bolamga deb, shirinligini og'at oldim bolamga deb, go'zal gullar sarpo oldim yog'imga deb, go'zal gullar sarpo oldim yog'imga deb, men bag'ri tosh nima oldim onamga deb, men notam nima oldim onamga deb, yolg'izgina bir mehribon onamga deb. Hashamatli yillar qurdim bolam uchun, dabdabali to'ylar qildim bolam uchun, oyoq osti to'ylar qo'ydim kimlar uchun, oyoq osti to'ylar qo'ydim kimlar uchun, men notam nima qildim onam uchun, yolg'izgina bir mehribon onam uchun, yolg'izgina bir mehribon onam uchun. O'zi yemaydir
olam yedir men bag'ri toshima oldim olam yedir yolg'iz men bolam uchun dabdabali to'ylar qildim bolam uchun oyoq osti qo'ylar qo'ydim kimlar uchun men noson nima qildim onam uchun yolg'izgina bir mehribon onam uchun yolg'izgina duogo'y onam uchun yolg'izgina bir mehribon onam uchun onam va ana shu narsalarga amaliy e'tiqod qiladi deyiladi. Agar kelgusi hayotda meni xotirlab o'tsin deb o'ylasang, o'tgan avlodlaringni har birin o'zing yod aylagan degan hikmatli so'zlar bayon etilgan. Shu bugun xotira va qadrlash kechasida Abbotoga aziz bilan birgalikda yoshlik kezlarini o'tkazib, ular bilan birgalikda faoliyat ko'rsatgan O'tavur tog'a Hasanov tog'amizni so'z navbati beramiz va davraga taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mehmonlar, muhabbatli xushkeslar. Mana bugun Albattani nishonlash sababi bilan shuncha odam to'plandik. Endi bu Albatta bilan biz birga katta birga ishladik. Masalan, mana men 1952 yilda kolxozga tabirchidim. Shu birgalikda. Endi bu Albatta shu davrlarda Rejibasakil maktablarda o'qirdi. Bu o'qib kelib, abitdan keyin to'g'ri bo'lardi. Lekin yoshligida ham nihoyatda serg'ayrat, nihoyatda itgan bo'ladi haqiqatda. Endi bu bolani xo'jaylari og'ir edi, ota-onasi qari edi, ukalari yosh edi. Men aytdimki, endi uka, sen yoshsan, men senga şu tabirchilikni o'rgatib, şu tabirchilikni o'rganib oldim. O'qishib borsang borarsan keyinchalik. Dedim, shu 52-yildan boshlab bu bolani tabirchilikka o'rgatdik. 54-yilda burası Kanozi iyaradagi yerda bizni kolxozimizga berdi, kolxoz bizim brigadamizga berdi. Shu yillar kam deganda 20-25 bilan yillarga o'tadi. Changarzor, Qamish, Tikanzor, shunaqa bir odam o'zi qo'qadigan joylar edi. Lekin o'sha yerda 2 yil qattiq harakat qildik, shu yerlarni yer qildik, boshqa qildik. 1956-yilda kolxozga sekretar qilishib oldi. Men 10-yil Albattani tabir qilib qo'ydim. Va Albatta mendan keyin bir necha yillar tabirchilik qildi. Bu bilan Qashqarda degan yerimiz bor. Yerlar markazdan qarg'ashiga bosgan qo'ruv yerlar edi. Yerda tabirchilik qildi. U tavarni u ochdi degan bor. Lekin ishlab o'tib, oradan bir necha yillar o'tgandan keyin kolxozga birga to'ldi. Birga to'lgandan keyin buni ishlariga yaxshi yurishdi. Har yil paxta qilishni bajardi. Ve her akbar açıkçası bu kasilerdeki meni esimde yok. Rayonda birisi bulup tahta tayarlar programını becerdi. O vakılarda burada çizgiyi degen makineler yoktu. Rayon tamamından tövüzü onaydı, yani maskılık mükafat kılıbıydı ortalar. Bundan başka çekici yıllardan bir kanca rayondaki televizyon, bidon, o buraları alınırdı. Rayonda üçüncü torçisi olaylardan caizledi. Bu şurada bir hakiki güzel şeylerden, güzel hareketten böyle ortalar hareketli. Bizde bu kıskayken
Böyle yoş ötüp etti. Evi bu asfalttan ötüp etkendan çekip bunu önlüge Nedim Mürdan'ın da turgunlarını bırgattım sayıladık. Ve bir neçe yıllar bizi onun kapırgatçılık kurduğumuzda hakikatça. Bizim kullarlarımızda en aktif, en gayret hareketten barajı arpaklardı ortalar. Bunu asası Ergo okuşlarca baranmadı, diformalı kapletti şeyde ama yaş kesip aldı içimizden yani şu anda. Emre, buradan bir adıyla biz boş kişiler götüp ettik, bu özü bulan bok etti, her namazı ıskalımızda bok ettik yani ortada yani. Emre Ahmet ortalar, ilerideki çattı rahmet, ya bilmiyorum ben nasıl hasta, yani. Rahmet o.
nazarda Öpürüşen hırsızlasız Öpürüşen hırsızlasız İki odam chaqirmoqchiman shu bugungi tadbirda, bugungi yaxshi tashkil qilingan tadbirda tumanimizda hozir 3-tadbirga qatnashamiz. Tashkilotchilarni Arvajon qani, mahallani raisi bo'lamisiz? Asatda qani? Asatda shedami? Asatda keldi. Endi avvalo tumanimiz hokimi kelmoqchi edi, Fazliddin Rasulovich bizga duoyi salomlarni, tabriklarni yetkazib qo'yishni iltimos qildi. Chunki bugun ham bayram, ham viloyatda tadbir o'tayotgan kun, shunga o'rtada imkoniyat bo'lmay qolib, bizni mana hokimlik vakillari, hamma shu yurtimizdagi, tumanimizdagi oqsoqollar bilan shug'ullanadigan idoralarning rahbarlari ishtirokida Hoji akam rahbarligida birgalashib keldik. Bu ikki tashkilotchiga sizlarning nomlaringizdan, tuman hokimi nomidan, tumandagi mahalla jamg'armasi raisati nomidan minnatdorchilik bildirmoqchiman. Avvalo kimdir sabab bo'ladilar tadbirlarga, kimdir qo'llab-quvvatlaydi. Bu tadbirni tashkilotchilari Absatlar va Amarjon bo'ldi. Ularni qo'llab-quvvatladi Dilbaroboy rahbarligida qishloq fuqarolar yig'ini, yo'lida shu mahallani oqsoqollari, shu mahallani tadbirkorlari va shunaqa adolaga rahbarligida fermerlarni bo'laveradi, yaxshi o'tadi degan qo'lni ko'tarishdan bo'ldi bu narsa. Bu yerda tadbirda ko'p odamni chaqirib o'zimizdan bo'lmaydi, buni bilamiz. Shuncha odamni chaqirib mahallani bugun bayramini birgalashib o'tkazish va otasini yoki olgan o'g'il bolaga rahmat. Otasini o'tgandan keyin, onasi o'tgandan keyin qabrga hurmatga bormaydiganlar ham bor. Yolg'iz o'g'il ekan asotda. Qo'lingiz ochiq, mana yangi fermerlikni boshladingiz. Xudo taolo birni berganga mingni beraman degani bor. Ajoyib emas, bu dehqonchilik bo'lsa chiriqchilik bo'ladigan narsa. Bugungi mana qilgan ehsoningizni Alloh qabul qilsin. Va bugungi shu men ko'ryapman bu yerda o'tirgan tadbirda ishtirok etayotgan fermerlarni, yangi fermerlarni, mahallalar raislarni. O'ylayman, Dilbar opa kelgusi yilda hamma mahallada o'tadi. Birinchisini boshlab olish qiyin bo'ladi. Va ikkovlaringni oldimdan maqbul mana xotira kitoblari chiqib qo'ygansizlar, bir necha yildan beri chiqib keladi. Eng oxirgi soni bu yerda 110-betda sharhoniylar boshlanadi. Shuning ichida bir nechta shu Paxtabod qishloq fuqarolar yig'iniga mahalladagi 13 ta o'tganlarni ism familiyalari bor. Ikkovlaring uylaringga saqlab shuni. Bugungi tadbirdan bir esdalik sifatida saqlab qo'yishingizni iltimos qilaman. Bu bayram oldindan bor edi. Oldin 9-may g'alaba kuni deyiladi, parad o'tilardi, urush qatnashchilarini bayram qilinardi va shu bilan bayram o'tgan bo'lardi. Endi mustaqillik zamoniga o'tganimizdan keyin bayram boshqacha tus oldi endi. Eslaringda bo'lsa, mart oyining oxirida xotira kuni deb juda boshlangan bayramlarimiz bo'lgandi. Shuni ikkalasini prezidentimiz juda to'g'ri ish tashkil qilib, farmon bilan xotira va qadrlash kuni urush ishtirokchilarini ham va mehnat faxriylarini ham urushda qatnashganlarga qiyin bo'lgan. Ular dushman bilan yuzma-yuz har bir hayot xavf ostida turgan. Lekin bu yerda xizmat qilganlarga ham oson bo'lgan emas o'sha paytda. Shularni ham hali hurmatini birgalashib o'tkazish maqsadida shu bayram bo'ldi. Mana prezidentimizning keyingi yillarda har doim shu xotira va qadrlash kuni o'tish uchun farmonlar chiqyapti. Urush qatnashchilarini moddiy qo'llab-quvvatlash yuzasidan farmoni chiqdi. Har bittasiga menimcha pochtalyorlar o'sha ajratilgan pullarni yetkazib olishib berdi. Olishib kelib berdi. Undan tashqari bu bayramda homiylari ham ko'p, qo'li ochiq insonlar ko'p. Kecha menimcha mahallalarga yetib olgan bo'lsa kerak, Dilbar opa 200 ga yaqin qo'shimcha sovg'alar tarqatildi bu yerda. Xullas
bu bayroq o'tganlarga hurmat, tiriklarga ibrat shu o'tkazayotgan bayroq. O'tganlarni yod olishi bilan birga, ularga xizmatlariga ta'zim qilish bilan birga, tiriklarni tiriklikda bir-birimizning qadrimizga yetaylik. Qadr bayrami desak bo'laveradigan bayram. Shuning uchun bugungi bayramni tashkilotchilariga yana bir bor minnatdorchilik bildiraman. Kecha tumanimizda mana vakillarni ko'ryapman, bir guruh endi hammani jamlab bu tumanda hammani to'plab qo'yadigan joylarimiz yo'q. Yaqin deyamiz Abdulla hoji aka, men rayonga ishga kelganimda 1170 ta 1160 ta odam chaqirardik. Kecha urushga borganlarni qayta-qayta hisob kitobini qildik. 123 ta chiqdi. Shunaqa Bahodirjon, undan ham shu bayram tashkil qilingan kunimizgacha 118 tasi qoldi. 118 tasi kecha 83 tasi bordi. Qolgani yetib borolmadi bayramga. Eng yoshi urushga borganlar hozir 80 yoshlar. 10 tepasida odamlar. Ularning uylariga borib, tumanning vakillari bayram bilan tabriklashga ko'p yurdik. Undan tashqari kechagi bayramdan tashqari mana gulchambarlar, boshqa hamma marosimlar kecha o'tkazildi. Tumanimizda hamma mahallalarda shunga o'xshagan qadrlash bayramlari o'tkazilyapti. Men o'ylayman bu bayram bundan keyin yana ham hali xalqimizga ruh beradi. Yana ham ijod beradi, yana ham harakatga keltiradi. Bo'lamanki endi bizni Shahrixonimiz, umuman viloyatimizda ikkita tuman haqida shunday gap bor. Ikki tumanda o'rtasidagi mahalla bo'lgan shu deyapman. Andijonda ikkita tumanda odamlari Andijonni qo'shmay gapiradi. Toshkentda so'rasa ham, Qarshida so'rasa ham. Men Andijon Shahrixondanman demaydi, men Sharxoniyman deydi. Yoki ikkisi Asakaliklar, Asakadanman. Qolganlar Andijonni men Paxtavod degan joydanman deyishgan, ko'ylak kelmaydi mehmonlar bo'lsa. Lekin ikkita tuman haqida respublikamizda shunaqa gap yuradi. Haligi viloyatga ham qo'shmay gapiradigan, shunaqalik o'zining shahrini, o'zining tumanini ko'ylak ko'taradigan. Bu ikkala tumanda ham eng haligi butun men endi O'rta Osiyo biladigan Qum mahallasida odamlari tashkil qildi bu ishni. Shuni Qum deganda Segazani hali Qumini bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Toshkentliklar keladi bu yerga, Qozog'istonliklar kelib, biror professorlar, biror fan doktorlar shu meditsina sohasida odamlarni davolayotgan odamlarni kelib shu bilan shifo topib ketganini eshitganmiz. Shuni o'zi ham shu mahallani o'ziga qandaydir Xudoni, Alloh taoloni nazari kelganligini, bir tekkanligini belgisi. Shu mahallani odamlari bunaqa chiroyli tadbirga o'tkazganlaring yana ham o'zlaringga bo'lgan hurmatni obro'ni oshiradi. Bugun men sizlarni tuman hokimi nomidan, shu yerda bilan birga kelgan bayram ishtirokchilari nomidan xotira va qadrlash bayrami bilan muborakbod etaman. Bayramga qo'shib mana sport musobaqalarini tashkil qilganlaring meni ham xursand qildi. Mana qarang, bitta Ruslan Shagayev degan yigit butun O'zbekistonda 350-360 davlatchi nomini taratib tashladi. O'ylayman, Segazaqumdan shunaqa yigitlar chiqadi, shunaqa bolalar chiqadi. Shunaqa sharoitlarni davlatimiz yaratib beryapti bolalarga. Va tumanimizni, viloyatimizni, mamlakatimizni faxrini butun dunyoga nomini taratadigan yigitlar kelajagi bor bolalar uchun ham bir hammamiz oxirida duolarni qilaylik. Yana bir bor bayramlar muborak bo'lsin. Bir-birimizga bo'lgan oqibatimiz, qadrimiz bundan ham yuqori bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrim. Fursat g'animatdir, shoh satrlarla bezamoq chog'idir. Muhtaram, hurmatli azizlar, har birimiz o'tkinchi bu foniy dunyoning g'anim bir mehmonlaridirmiz. İnson bor ekan, hayotda o'lmoq muqarrardir. İnson o'tgandan so'ng uni xotirlaguvchilar, farzandlari, do'st yor, oshna og'ayni, tanish bilishlari, ular o'tganlarni xotirlaydilar. Mana shunday xotira kechamizda endigi so'z navbatini mahallamizda yoshlarga ta'lim tarbiya bergan hurmatli ustozimiz, hozirgi kunda nafaqada bo'lsa-da jonbozlik ko'rsatib mahallaning katta kichik ishlarida faol qatnashib berayotgan hurmatli ustozlarimizdan Habibulloh tog'a Mirzoliyevga so'z navbatini beramiz. Marhamat domla. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Qishlog'imizga xush kelibsizlar. Mana bugun do'stimiz asboblarni xotirlab hammalaring kelganlaring uchun sizlarga katta rahmat. Men
o'qituvchilik qilib tarbiyachilik sohasida ancha mehnat qildik. Maktabga ham dars berib kelganman. O'sha albatta ishlagan davrlarda biz bolalarni paxta kompaniyasiga chiqardik, paxta terimiga. Yaganaga chiqardik, o'taqqa chiqardik. 2 mashina, 3 mashina bolalarni olib borardik. Xabarlarimizda keyin shu bolalarning issiq ovqatini, normalarga bo'lgan hurmatini o'z joyiga vaqtda qo'yar edi. Bolalarga bo'lgan mehr-muhabbatni mana biz tengdosh katta bo'lganmiz. Albatta qishloq xo'jalik sohasida ishladi, undan keyin akam rahmatli ham ishladi. Oltin dalamda bular umrini oxirigacha dalada ishlashdi. Chetga chiqmadi. Albatta rahmatlidir. Bu davrlarda ishlagan davrlarda hammamiz Rossiyaga otishga qilib pomidor sotganini, meva sotganini ketar edik. Albatta rahmatli ham sen ham biror marta o'ylab kelgin. Hozir daladan yurolmagin deb Olmaota shahriga billa borganmiz. Olmaota shahrida uning darrov yuklarni sotdik, boshqa qildik. Samolyotlarga biletlarni oldik. Habibillah do'stim, men Rossiyaga kam kelganman. Bir mashina chaynak, bir tarafda chaynak, bir tarafda piyola olib bering. Yetmas, men borib shu kelin-ketak qo'ni qo'shnilarga sovg'a qilay degan maqsadda mana ishlarni qilgan. Mana men do'stimiz Abbaqqonim, qo'shni bo'lganmiz, birga o'sdik, yashadik. Qilgan ishlarni juda hurmatga sazovor qilaman. Bundan buyog'i mana ot o'rnini toy bosar deb afsatdan mana ota izidan ketdi. Mana kolxozimizda bir necha yil mana kasbli vazifalarni bajardi. Mana hozir fermer bo'ldi. Mahallarimizda qanaqa lozimlar xatmi xo'jalar bo'lsa o'z ehsonini vaqtda qiladi. Mana Abbaqqoning o'g'il qizlari bor. Kelajakda Abbaqqoni mana dehqonchilik ishlariga, ziroat ishlariga baraka bersin deb ko'pchilik nomidan men talab qilaman. Hammalaringizdan qishlog'imizga qadam ranjida qilganlar uchun katta rahmat aytaman. Rahmat domla. Sizga ham Alloh uzoq umr bersin. Hurmatli aziz mehmonlar, fursat g'animatdir. Shu qisqagina fursat davomida mahallamizning jonkuyar brigadiri hisobida faoliyat ko'rsatgan hurmatli otaxonimiz Abbaqqo aka Azizov xotirasiga bag'ishlangan kechamizni umumiy tarzda yakunlashga ijozat bergaysizlar. Chunki har bir daqiqa g'animat ekan, odam g'animat ekan azizlar. Har bir nafas kirguvchi chiqishidan imkon yo'q ekan do'stlar. O'tganni ming bor xotirlagandan ko'ra tiriklik chog'ida bir bora yo'qlagan afzal. Hurmatli azizlar, o'tganlarning ruhi hamisha shod bo'lsin. Ko'nglimizda, qalbimizda va kelajak avlodlarimizda hamisha xotiralarida mangu saqlanib qolsin. Hurmatli aziz do'stlar, mana shu bugun imom xatibi hurmatli hozir akamizga so'z navbati beramiz. Mana shu Qur'on bilan ushbu kechani yakunlab berishingizni iltimos qilamiz. Rahmat. Yuqorida bayon qilingandek, boshqa joylarda sizlarga o'xshagan jamoat bilan yana uchrashuv, suhbatlar, muloqotlar mo'ljallashtirilgan. Xudo xolasa uzri borlarga ijozat, qolganlar yana bemalol fursatları bo'lsa o'tirib, dam olib suhbatlashib, bu millatimizning g'ururi bo'lgan yoshlarimizni jismonan baquvvat va bardam bo'lib tarbiyalayotganligini, ularning iqtidorlarini namoyish qilishlarini kuzatib qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Chunki Payg'ambar alayhissalom aytganlari, farzandlaringizni jismonan chiniqtiringlar, kamon otishga o'rgatinglar, suvda suzishga o'rgatinglar va ot chopishga o'rgatinglar deganlar. Bunda hikmat bor. Kamon otishlikka o'rgangan odam, ovchilikka o'rgangan odam o'zini ovidan ziyrak bo'lmasa uni olmaydi. Undan ko'ra erkinroq, undan ko'ra hushyorroq bo'lmasa qo'lga tushira olmaydi. Ot mingan odamga jismonan ham qalban baquvvat va bardam bo'ladi.
suvda suzgan odamda mushaklari jismonan baquvvat bo'lib sog'lom bo'ladi. Shu jihatdan quvvatli mo'min zaif mo'mindan kuchliroqdir degan hadislar ham bor. Farzandlarimiz har tomonlama barkamol bo'lishlari kerak. Ma'nan va ruhan, jismonan va aqlan barkamol bo'lib, millatimizni g'ururini yanada saqlab, dinimizga, vatanimizga xizmat qiladigan darajalarga Xudo yetkazsin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. Shahidallohu annahu la ilaha illahu والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. İlahi hürmetine Rabbi hasreten okuyunca mukaddes kararından hasıl olur sahabı acellerden ata-analarımız, Allah ecdadlarımız, hiç akrabalarımız, garibi kulaklarına bazı etkenlerde uzun bahramar diyen sözler öz devrini talebi bilen memleketimizi hudubi bütünlüğüne adres yürüde beygane yurtlarda, beygane ötken yurttaşlarımız, ata-analarımız, kadirdanlarımız, aziz birodarlarimiz barchalarga ya Rabbi o'zing rahmat qiling. Oxiratlarini obod qiling. Qo'llariga salomatlik va fayz baraka ato qiling. Ulardan bir yodgorlik sifatida mana 118 nafar qo'llari ham bu ishlarga bo'lib mehnat qilib xizmat qilganlari hammalarini uzoq yillar umr ko'rib, yurtimizga duogo'y bo'lib, yoshlarimizga ibrat maktabi bo'lishlarni o'zing nasib qilgin. Bu jamoatning yurganlarni ham shar'iy mahsulotlarni hosil qilgin, inson qilgan imkonli ishlariga, umrlariga, kasbi kamolatlariga rivoj, barakot, xayriyat ato qilgin. Rahmatika yo arhamar rohimin. Barakalloh, salomat bo'lsinlar. Fazillar duo qilaman, yoshlarimizga bir duo